Yangi tug'ilgan chaqaloqni emlash kerakmi? Bola tug'ilishi bilan ikkita narsaga emlashni tavsiya qilishadi. Bu BCG va gepatit B ga qarshi emlama. Keling, bularga oydinlik kiritamiz va nima deb javob berish kerakligini aytaman. BCG bu tuberkulyozga qarshi emlama. Buni tarkibida juda ham kam miqdorda tirik virus bo'ladi. Agar siz tuberkulyozni juda kam uchraydigan kasallik deb o'ylasangiz, yo'q, men sizni xavotirga solaman. Bunday emas. 2021-yilda tuberkulyozga uchragan 196 ming bola o'lgan. Gepatit B virusi juda kichik, lekin qo'rqinchli virus. Bu virus juda qaysar, unga yuqori harorat ham, muzlatish ham qo'rqinchli emas. U hammasini yengadi. Hech bir rastvor, ya'ni aralashmalar ham qo'rqinchli emas. Bolaga har bir surunkali gepatit B kasalligi bor odam gepatit B ni yuqtirishi mumkin. Kimda bunday kasallik borligini bilib bo'lmaydi. Shuni bilishimiz kerakki, katta odamlardagi immunitet boshqa, bolalarda boshqa. Katta odamlarda arzimas ko'rinadigan kasallik bolalarda o'ta xavfli kuzatilishi mumkin.